Assalomu alaykum. Muhammad Yunus Uzoq Savdos kanalining aziz muxlislari, obunachilarimiz. Hali birinchi partiyada qo'ylarimizni chiqardik, qo'shqonlarimizni ko'rsata olmadik. Obunachilarimiz ishlarini ko'rsatib berib, bo'ylarini o'lchab beringlar degan bizga kommentariyalarda yozish. Shunga muvofiq biz mana qo'shqonlarimiz mana hali qo'zi mana qo'chqorimiz mana balandligi mana qo'chqorimizni balandliklarini mana pastdan olib bering operator. Foto olyapti qo'sh. Qo'chqor balandliklarini o'zingizlar ko'rib olasizlar mana. Mana quloqlarini kengliklari, mana qulog'ini uzunligi mana 21-22 20 deylar. Mana garbanoslar, olis to'shlarini maşalloh deb qo'yasizlar mana. Alloh taoloni kebarsa mana oyoqlarini, muskullarini mana baquvvatliklari mana. Mana qo'chqorimizni orqalaringizlar. Qo'chqor bering metrda uzunligini ham mana bir o'lchab ko'rsatib qo'yinglar obunachilarimizga. Mana qo'chqorimiz mana uzunliklari ham mana uzunliklari ham mana qo'chqorimiz garbanoslar mana. Old tuşlarına kadar renkleri. Bana bak Qo'chqor Andijon shahrida aloqa geçik olasan narxini telefonda kelishamiz. Arzon qo'ymas lekin ozobonachilar. Narxi bizga ham u qo'ziligida kelgan bu. 4 oylik qo'ziligida. Bizdan boqdik buni mana endi sotuvchilarga tavsiya qilamiz. Mana endi hozir biz ikkinchi partiya qo'ylarimizni ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga aralashgan qo'chqorimiz. Mana bu qo'chqorimiz ham mana balandliklarini mana o'zingizlar ko'rib olasizlar. Mana aziz obunachilar. Mana qo'chqorimiz. Hali mana tishlari mana. Mana qo'chqorimiz tishlari. Qo'chqorimiz mana garbanoslar, mana quloqlari. Mana qo'l tushlarini joylashishlari mana muskullarini baquvvatlilar. Mana ko'rsating mana oqlarini ko'rsating. Qo'chqorimiz baquvvat bo'lib, o'zimizga ham turish bermayapti. Patimni olatib ketdi mana. Mana qo'chqorimiz. Aloqa geçik olasa narxini buni ham telefonda kelishamiz. Qo'chqor Andijon shahrida. Assalomu alaykum. Muhammad Yunus Uzoq Savdo kanalining aziz obunachilari. O'tgan videolarimizda qo'chqorlarimizni chiqardik. Buni o'zim yolg'iz bo'lganim uchun tishlarini, bo'ylarini o'lchab bera olmadim. Mana qo'chqorimiz, uchinchi qo'chqorimiz bu. Qo'chqorimizni mana balandliklarini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Pastdan oling, operator. Noldan oling. Mana ko'rdinglar-a? Nechiga olasizlar o'zingizlar bilasizlar. Mana quloqlarining joylashuvlari mana, kengliklari, quloqlar joylashuvlari mana. Mana garbanoslar, mana qo'chqorimizni mana tishlar. Mana tishlari. Qo'zi. Mana qo'zi tish. Mana. Haqiqiy mana yoqroq olib keling operator. Haqiqiy simjun mana. Mana orqa razlislari. Orqa razlislari ko'rsating operator. Mana. Orqa razlislari. Mana muskullarini baquvvatli mana.
Mana bellarini yo'g'onliklari mana. Mana qo'lim mana. Bo'ynlari yo'q. Mana og'zi to'shlari joylashishlari mana. Xush ko'rindi. Og'zi to'shlari joylashdi mana karbonoslar. Ko'rdinglar. Mana qulog'ining uzunligi 19-20 ekan qulog'ining uzunligi. Hali qo'zi bu. Mana Qo'chqorimiz joyi. Qo'chqor Andijon shahrida 97 581 37 30 shu raqamimizda Telegramimizdan bor. Aloqaga chiqib, obuna bo'lib, like bosib, otingga rahmat deb yozib qo'yish unutmanglar. Mana bu 3-qo'chqorimiz, mana qo'chqorimiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana hurmatli obunachilar, bu 4-qo'chqorimiz. Mana qo'chqorimiz balandliklari 1 metr demaymiz, o'zingga birdan pastroq. Mana quloqlari lekin buni kichkina. Mana katta qo'l, yuzlari oq gapirib. Mana 2 yasharga eng kichkini buzdi mana. Mana 2 yasharga eng chiqdi. Mana qo'chqorimiz mana uzunligi. Operator yaqinroq keling. Mana orqa razislarni olib bering operator. Orqa razislar. Mana oldi to'shlarini joylashlarini olib bering. Obunachilarimning. Mana keyingilar. Mana uskular baquvvatlilar. Buni pardozdan nos qilganimiz yo'q. Shunday o'zimizda. Trivazni ham hozir kun 3 kilo tepasida. Spatimga holatda turibdi. Qo'ylarga qo'shib zotini olaverasizlar mana. Bizdan tavsiya sizlardan xulosa chiqarish. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. 97 581 37 telefonimizda Telegram'dan bor. Aloqaga chiqsanglar, narx-navolarni kelishtirib beramiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Hammamizni chorvamizga Alloh fayz va barakot bersin.